Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, qadrli nafaqaxo'rlar. Bugun sizning hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan, nafaqangizni majburiy ushlab qolishlardan himoya qilishning yangi qoidalari haqida atroflicha ma'lumotga ega bo'lasiz. Nihoyat, orziqib kutilgan adolatli qonuniy qaror qabul qilindi. Bu sizning yillar davomida qilgan mashaqqatli mehnatingizga bo'lgan ehtiromning yaqqol ifodasidir. Yillar davomida bu vatan uchun ter to'kdingiz, xalqimizning ravnaqi, farzandlarimizning kelajagi uchun yelkama-yelka turib mehnat qildingiz. Har biringizning peshonangizda qadrli mehnat izi, qo'llaringizda esa yurtga bagishlangan yillar sadoqati mujassam. Lekin ba'zida hayot sharoitlari shunday tus oladiki, yillar davomida to'plangan nafaqa miqdori ham kutilmagan qarzlar tufayli deyarli butunlay undiruvga tortilib, sizni eng zarur ehtiyojlaringizni qondirishdan mahrum etib qo'yishi mumkin edi. Axir, qancha nafaqaxo'rlarimiz nafaqasi kelishi bilan uni qarzga yopishga majbur bo'lib, o'zi uchun, oilasi uchun bir tiyin ham qoldira olmasdan, og'ir ahvolda qolganini o'z ko'zlarimiz bilan ko'rdik, quloqlarimiz bilan eshitdik. Bunday vaziyatda insonning ruhiyati qanday ezilishini tasavvur qilish qiyin emas. Nima uchun yillar davomida halol mehnat qilib, davlatimizga ishonib yashagan inson o'z hayotining keksa damlarida shu qadar nochor ahvolga tushib qolish kerak? Bu adolatdanmi? Bu savollar har bir vijdonli insonni qiynardi va mana nihoyat davlatimiz bu chorlovga javob berdi. Bu kabi muhim yangiliklardan doimo xabardor bo'lish, huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilishda kuchliroq bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero, huquqiy bilimlaringiz sizning eng katta himoyachingizdir. Ayniqsa, qonunchilik tez-tez yangilanib turadigan hozirgi sharoitda har bir yangilikdan xabardor bo'lish hayotiy ahamiyatga ega. Ilgarilari yana bu yangi farmon imzolanguniga qadar nafaqa mablaglaridan majburiy ushlab qolishlar hech qanday aniq chegara bilmas edi. Ko'pgina hollarda qarzdorlik bo'yicha ijro hujjatlari mavjud bo'lganda, nafaqaning katta qismi, ba'zan hatto deyarli 100% ham sud ijrochilari tomonidan ushlab qolinardi. Tasavvur qiling, bir umr halol yashagan, davlatimiz rivoji uchun o'zini ayamagan inson, umrining oxirida o'z nafaqasining deyarli hammasidan mahrum bo'lib, eng oddiy kundalik ehtiyojlarini qondirishga qiynalardi. Bunday vaziyatda nafaqaxo'rlarimiz qanday yashashgan? Kimdir qo'shnilardan qarz olgan, kimdir farzandlarining ozgina yordamiga umid bog'lagan, ammo ko'pchilik esa shu ahvolda yolg'iz qolib, qandaydir yo'l bilan tirikchilik o'tkazishga majbur bo'lgan. Kommunal to'lovlar, bank kreditlari, mikrokreditlar, jarimalar, bu qarzlar to'plana nafaqa oladigan kunni kutilgan quvonchli lahzadan dahshatli umidsizlikka aylantirardi. Ba'zi holatlarda nafaqaxo'rlar o'zlariga qoldirilgan ozgina mablag' bilan hatto oziq-ovqat sotib olishga, dori-darmon olishga yoki kommunal to'lovlarni qisman to'lashga ham qiynalishardi. Bu holat nafaqat moddiy qiyinchiliklar, balki chuqur ruhiy azoblarni ham keltirib chiqardi. Insonning o'ziga bo'lgan ishonchini sondirib, jamiyatdan ajralib qolish hissini uyg'otardi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan yoki qaramog'ida oila a'zolari bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun bu holat ikki karra og'ir edi. Ular nafaqat o'zlarini, balki qaramog'idagilarning ham taqdirini o'ylashga majbur bo'lishardi. Lekin endi bunday adolatsizlikka chek qo'yiladi. Fevral 2026-yilda imzolangan prezidentimizning yangi farmoni bilan nafaqaxo'rlarimizning ijtimoiy himoyasi kuchaytirildi. Bu farmon nafaqani majburiy ushlab qolishlarga qarshi mustahkam qalqon bo'lib xizmat qiladi. Mana shu muhim o'zgarishlar nimadan iborat? Birinchidan, endi barcha majburiy ushlab qolinishlardan so'ng nafaqaxo'rning qo'lida hech qachon mamlakatimizda belgilangan eng kam iste'mol xarajatlari miqdoridan kam bo'lmagan summa qolishi shart. Hozirgi kunda bu miqdor 669 ming so'mni tashkil etadi. Bu degani nafaqangiz qancha bo'lishidan qat'iy nazar, qarzlar uchun qancha ushlab qolinmasin, sizning yashashingiz uchun zarur bo'lgan minimal miqdor doimiy ravishda kafolatlanadi. Bu har bir nafaqaxo'rning minimal yashash standartiga bo'lgan konstitutsiyaviy huquqining amaliy ifodasidir. Bu miqdor sizning oziq-ovqat, kommunal to'lovlar, dori-darmon va boshqa eng zarur ehtiyojlaringizni qondirishingiz uchun asos bo'ladi. Ikkinchidan, eng muhimi, qarzdorlik uchun har oylik ushlab qolinadigan umumiy mablag' hech qanday holatda hisoblangan nafaqaning 50% dan oshmasligi qat'iy belgilandi. Bu degani, hattoki sizning bir nechta qarzlaringiz bo'lsa ham, masalan, kommunal to'lovlar, bank krediti va jarima, ularning barchasi uchun umumiy ushlab qolinadigan summa nafaqangizning yarmidan ko'p bo'lmaydi.
Bu esa nafaqaxo'rning doimiy ravishda o'z nafaqasining kamida 50% ga egalik qilishini ta'minlaydi. Bu esa moliyaviy barqarorlikni sezilarli darajada oshiradi va noilojlikdan yuzaga keladigan bosimlarni kamaytiradi. Bu yangilik ayniqsa bir nechta qarzga botgan nafaqaxo'rlar uchun katta yordam bo'ladi, chunki ilgari ular nafaqasining deyarli barchasini yo'qotishi mumkin edi. Kimlar ushbu yangilikdan eng ko'p foyda ko'radi? Eng avvalo, kommunal to'lovlar, bankdan olingan kreditlar, mikromoliya tashkilotlaridan olingan qarzlar yoki davlat jarimalari bo'yicha qarzdorligi mavjud bo'lgan nafaqaxo'rlar risk zonasida edi. Endi esa aynan shu toifadagi fuqarolarimiz yangi farmonning asosiy himoyasi ostida bo'ladilar. Ular endi nafaqalarning to'liq ushlab qolinishidan qo'rqmasdan tinch hayot kechirishlari mumkin. Shuningdek, nafaqa miqdori nisbatan kam bo'lgan, ammo qarz yuki og'ir bo'lgan nafaqaxo'rlar ham bu choralar tufayli o'zlarining moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilay oladilar. Davlatimiz ushbu farmon orqali nafaqaxo'rlarga o'z gamxo'rligini yana bir bor namoyish etdi. Bu shunchaki bir qonun emas, balki ijtimoiy adolat tamoyillariga sodiqlikning va inson qadrini ulug'lashning yaqqol isbotidir. Bizning har bir fuqaromiz, ayniqsa jamiyatimizning hurmatli vakillari bo'lgan nafaqaxo'rlarimiz himoyaga muhtoj. Bu farmon ularning tinch va farovon hayot kechirishlari uchun mustahkam poydevor yaratadi. Bu, shuningdek, nafaqaxo'rlarning o'z qadr-qimmatini tiklashga, hayotga umid bilan qarashga yordam beradigan muhim qadamdir. Zero har bir inson, ayniqsa keksa yoshda, o'zining himoyalanganligini va jamiyatning qadrli a'zosi ekanligini his qilish kerak. Aziz yurtdoshlar, ushbu yangi choralar haqida nima deb o'ylaysiz? Sizningcha ushbu 50% chegara yetarlimi? Yoki umuman qarzga botgan nafaqaxo'rlarimiz uchun davlat yana qanday yordam berishi kerak deb o'ylaysiz? Ehtimol, qarzlarni qayta tuzish, foizsiz muddatli to'lovlar yoki boshqa ijtimoiy dasturlar kerakdir. O'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun muhim, chunki aynan sizning hayotiy tajribangiz va takliflaringiz kelajakdagi ijtimoiy siyosatni shakllantirishda muhim rol o'ynashi mumkin. Balki sizda qarzlar bilan bog'liq shaxsiy tajribangiz bordir. Bu haqda gapirib bering. Boshqa nafaqaxo'rlarimizga o'z tajribangiz bilan o'rtoqlashishga yordam bering. Endi esa eng muhimiga, ya'ni siz uchun aniq tavsiyalarga o'tamiz. Birinchi va eng asosiy tavsiya: nafaqa kartangizga kelgan mablag'larni diqqat bilan kuzatib boring. Bankdan oylik ko'chirmalarni oling yoki mobil ilovalar orqali barcha kirim-chiqimlarni tekshiring. Agar ushlab qolingan summa yangi qonunda belgilangan me'yorlardan, ya'ni 50% dan oshganini yoki sizning qo'lingizda 669 ming so'mdan kam summa qolganini sezsangiz, zudlik bilan harakat qiling. Ikkinchidan, tuman, shahar, sud ijrochilari bo'limiga murojaat qiling. Ularga yangi farmon qoidalarini eslating va nafaqangizdan ushlab qolishlarini qayta hisoblashni talab qiling. Agar sizning murojaatingiz e'tiborsiz qoldirilsa yoki rad etilsa, unda prokuratura organlariga yoki Adliya vazirligining hududiy bo'limlariga yozma ariza bilan murojaat qiling. Uchinchidan, huquqiy maslahat olishdan cho'chimang. Bizning huquqshunoslarimiz sizga har qanday masalada yordam berishga tayyor. Sizning huquqlaringizni himoya qilish bizning vazifamiz. Buni yodda tuting, siz yolg'iz emassiz. Davlatimiz, jamiyatimiz va bizning huquqshunoslar jamoamiz sizning yonida. Shunchaki o'z huquqlaringizni bilish va ularni talab qilishdan qo'rqmaslik kerak. Agar sizga yordam kerak bo'lsa, shaflar bo'limida savollaringizni qoldiring. Biz imkon qadar tezroq javob berishga harakat qilamiz yoki kanalimizda maxsus maslahatlar berishda davom etamiz. Shunday qilib, aziz nafaqaxo'rlar, biz bugun nafaqangizni qarzlar uchun katta ushlab qolishlardan himoya qilishning yangi, mustahkam qoidalarini ko'rib chiqdik. Endi sizning qadrli nafaqangiz qonun bilan to'liq himoya ostida ekanligini angladik. Lekin savol tugiladi. Bu yangi himoya chorasi sizning hayotingizda haqiqatan ham katta o'zgarish yasay oladimi? Sizning fikringizcha, endi nafaqangizni ushlab qolishlardan xavotir olmasdan yashay olasizmi? O'z javoblaringizni izohlarda qoldiring va bu muhim yangilik haqida boshqa nafaqaxo'rlarimizga ham xabar bering. Videoni yaqinlaringizga ulashishni unutmang, zero bu ma'lumot ko'plab insonlar uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Sog' bo'ling, aziz yurtdoshlar.